Ko'pchilik muxlislar talabiga binoan, ustozimizning muxlislari, qadrdonlarini talabiga binoan bir yangi qo'shiq qilganmiz. Shuhrat Ahmedov so'zi bilan, ustozimiz Shuhrat Ahmedov so'zlari bilan yangi qo'shiq qilganmiz. Hali u qo'shiqni yo'llari unchalik tayyor bo'lmasa-da, so'zlari yod bo'lmasa-da, lekin qo'ldan kelgancha ijod qilganmiz shu guruhimiz bilan. Shuni e'tiboringizga havola qilamiz. Marhamat. Kamchiliklar bo'lsa oldindan uzr so'ragan hollarda. Marhamat. Rahmat. Dünyada şirkemmi, qo'shiq kammidir. Kim bo'lsang ham yomon, achchiqqa tegding. Dunyoda shirkemmi, qo'shiq kammidir. Kim bo'lsang ham yomon, achchiqqa tegding. Mashhurlikka boshqa yo'ling yo'qmiding? Ahun aytgan qo'shiqqa tegding. Nechun ustoz aytgan qo'shiqqa tegding. Mashhurlik boshqa-yu, ma'qullik boshqa. Hofizlik yarashmas yuragi toshga. Mashhurlik boshqa-yu, ma'qullik boshqa. Hofizlik yarashmas yuragi toshga. Zormisan boshqalar pishirgan oshga? Nega ohun aytgan qo'shiqqa tegding? Nechun ustoz aytgan qo'shiqqa tegding? Qo'shiq bu er ko'rgan qizdek, buzmasdan kuylasang bo'lmasmi bizdek? Aytilgan qo'shiq bu er ko'rgan qizdek, buzmasdan kuylasang bo'lmasmi bizdek? Osmonga chiqsang ham xuddi yulduzdek. Nega ohun aytgan qo'shiqqa tegding? Nechun ustoz aytgan qo'shiqqa tegding? Şu yonish osonmi? Tirikdek qalblarda qolish osonmi? Ustozlik kuylashuv yonish osonmi? Tirikdek qalblarda qolish osonmi? Marhumdan qo'shiqlar qolish osonmi? Hafızlikdan alvan ko'rinib, kuylasang dardlari balvan ko'rinib, muxlislarga ham yomon ko'rinib. Nega ohun aytgan qo'shiqqa tegding? Ey nechun ustoz aytgan qo'shiqqa tegding? Kimga yengil, kimga og'ir bu savol? Shu san'at yo'lida bo'laylik halol. Takrorlab aytaman, kelsa ham malol. Nega ohun aytgan
etken qo'shiqqa tegding Nechun ustoz etken qo'shiqqa tegding Nechun ustoz etken qo'shiqqa tegding